Tayyor moshni o'stirib oldim. 2-3 kun davomida o'stirgan moshni olib, o'sgan jarayonda qandaydir tam paydo bo'lib qoladi idizlarida, keyin usti po'stlog'i ko'chib qoladi. Shuning uchun sovuq suvga soldim. Sovuq suvga solib, ivitib yaxshilab chayib oldim. Chayib, keyin sharqillab qaynayotgan suvga ozgina tuz solib, unga bir 2 daqiqa qo'yib, ivitib yaxshilab, undan ham olib oldim. Ya'ni o'sha ta'mlari chiqib ketadi keraksiz, po'stloqlari ko'chib tushadi. Toza, shalpagan holatda poya paydo bo'ladi. Keyin alohida pishirib oldim, ozgina yog' solib, piyoz ja o'lib ketmagan holatda, chala o'lgan holatda. Bulg'or qalampiri, sabzi, chesnok va tuz solib alohida olib qo'ydim. Yana qozonni qizdirib, qora baqlajonlarni kuydirib oldim. Hammasini birgalikda soldim. Tabiga ko'ra 1 qoshiq soya sovus, yarim choy qoshiqda uksus soldim va limon, chunki original ta'mi buni kisli bo'ladi. Kislini yoqtirmaydiganlar shakar solsangiz bo'ladi. Bu bo'lgan kunda yeyishingiz mumkin. Doim yodingizda tuting, kashfiyotlar har qo'lda yangilanadi.